hamma hozir qiziqayotgan narsa qahramoniki qanaqa qilib dars o'tadi. Va shuning uchun ham hozir ingliz tilini noldan boshlab o'rgatishni boshladim. Imенно noldan o'rganayotgan bo'lsanglar, mana webinarimda sizlarga tekin imkoniyat bo'ladi. 2 soatdan 2 kun webinar davom etadi. O'sha yerda siz bemalol sifatini ham, qanaqa dars o'tishini, qahramoniki nima sizga o'rgatib bera olishini, qanaqa qilib bitta darajani beginnerni 1 oyda tugatishingiz mumkinligi haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. U webinarni o'tkazib yubormaslik uchun обязательно pastdagi ссылка bo'yicha yopiq Telegram kanaliga podpiska qilishingiz kerak. Ko'pincha studentlar ingliz tilini o'rganayotganlar nima asosiy muammolar bilan duch kelishadi? Birinchi muammomiz o'sha so'z yodlashni bilmaslik. Yoki so'z yodlashyapti, misol uchun 100 ta so'z, 200 ta so'z yodladingiz, lekin qanaqa qilib ishlatishni bilmayapsiz. Yoki 100 ta so'z yodladingiz, esingizdan chiqib ketyapti. Nima qilishingiz kerak? Siz ishlatishingiz kerak bo'lgan strategiya. Nima bu? Imенно gap tuzib, o'sha gapdan so'z yodlash. Nima degani? Keling misolga qaraymiz. Birinchi kolonkimizga qaraydigan bo'lsangiz, oddiygina olmoshlar. The personal pronouns. I, he, she, it, you, with, they hamma biladigan, to'g'rimi? Lekin I, he, she, it, you, with, they bilganingiz bilan u narsa ingliz tilida gapirishingizga yordam bermaydi. O'shaning uchun nima qiling? Gap tuzayotganingizda I, he, she, it, you, with, they bilan emasda, ularni o'rniga boshqa narsa qo'yib tuzishga harakat qiling. To'g'ri, I o'rniga boshqa narsa qo'ya olmaymiz, lekin mana he ni o'rniga nima desangiz bo'ladi? My friend desangiz bo'ladi. Dalshi, she ni o'rniga my mother, da? It o'rniga my car, you, your job, we, people, they, doctors. Da, zato уже nima qilyapmiz? Уже bitta daraja yuqoriga ketdik. I, he, she etmasdan, уже so'zlar bilan gap tuzish boshlayapmiz. My friend, my mother, my car, your job, people, doctors. Keyingi o'rganadigan narsamiz, misol uchun can. Hamma biladigan narsa, bilmasanglar tarjimonga yozasizlar, can degani qila olmoq degani. Bo'ldi. Qila olmoq degani, qila olmoq nima qila olish? Imенно nimadir qila olish. Значит, candan keyin обязательно biz fe'l qo'yishimiz kerak. Da, misol uchun birinchisida my friend, keyin nima qo'yamiz? Can nima qila olar ekan? Help poor people. Da, yoki birinchisida I da oladigan bo'lsak, I o'zi bilan tuzadigan bo'lsak, I can nima qilar ekan? Teach useful strategies. Da, teach qo'yamiz. My friend can help qo'yamiz, yordam bera oladi. Keyingisi my mother can cook, ovqat pishira oladi. Dalshi my car, mashina nima qila oladi? My car can go, yura oladi degani. Your job, sening ishing nima qila oladi? Can bring, olib kela oladi. People nima qilish oladi? Ishlata oladi. People can work va doctors nima qila oladi? Doctors can cure davolash degani. Da? U degani nima qilyapmiz biz? Hozir qarang. Agar bilmagan bo'lsangiz, my friend yodlayapsiz, my mother, my car, your job, people, doctors, уже 7 ta so'zmi? Yangi siz uchun can bilan уже 8 ta so'z yangi bilib bo'lyapsiz. Undan keyin nima beryapmiz? 7 ta yangi fe'l. Har bitta fe'l, xohlagan fe'llarni o'zingizlar tuzasizlar, bu prosta berilgan misol. Hamma fe'l bilan bemalol tuzsangiz bo'ladi. Kendan keyin fe'l qo'ysangiz bo'ldi. Hech qanaqa qo'shimcha qo'shish kerak emas, hech qanaqa o'zgartirish narsa kerak emas. Endi keyingi kolonkaga e'tibor beradigan bo'lsak, hali gapimiz tugagani yo'q. Da, bemalol my friend can help bilan gapingizni tugatsangiz bo'ladi, lekin unaqa qilmang, chunki iloji boricha ko'proq so'z ishlatishga harakat qilishingiz kerak. Bitta gapda o'shandagina ingliz tilida o'rganasiz, gaplashishni, yozishni va вообще butun tilni ishlatishni. Undan keyingi kolonka nima bo'pti? Bu hammasi sifatli ko'rgan bo'lsanglar. Useful, foydali, poor, kambag'al, delicious, mazali, very fast, juda tez, a lot of, ko'p, non-stop, to'xtamasdan, serious, seriously, jiddiy, da? Bular hammasi sifat. Undan keyingi kolonka nima kelyapti? Undan keyin kolonka otlar. Strategies, strategiyalar, people, odamlar, meals, taomlar, on the road, yo'lda, money, pul, everyday, har kuni, diseases, kasalliklar. Da, уже yana mana 7 ta ot yodladik, 7 ta sifat, 7 ta fe'l. Har bitta kategoriyadan 7 tadan yodladikmi? U degani biz bemalol 7 ta gap tuza olar ekanmiz. Ko'rib turganinglardek. Birinchi gapimiz nima ekan? Значит, I bilan tuzadigan bo'lsangiz, I can teach useful strategies. Ikkinchisi, my friend can help poor people. Keyingisi, my mother can cook delicious meals. My car can go very fast on the road. Your job can bring a lot of money. People can work non-stop every day. Doctors can cure serious disease. 7 ta gapimiz o'sha tayyor sizlarga. Da, mana shu so'zlarni yodlaysiz, mana shu 7 ta gapni tuzasiz. Nima qilishingiz kerak keyin? Mana shu so'zlarni yana yodlab, yana shu gaplarni qaytarishingiz mumkin, lekin undan ham yaxshi strategiya o'sha so'zlaringiz esda qolib, rostdan ham ishlatishni boshlashingiz uchun nima qilishingiz kerak? Siz o'sha yodlagan so'zlaringizni bu
ishlatib boshqa gap tuzishingiz kerak. Har xil kombinatsiya olasiz, o'sha so'zni har xil gap bilan birga tuzasizda, boshqa gaplar tuzishga harakat qilishingiz kerak. Misol uchun, I can help my friend. Da I boshqa kategoriyada olamiz. Misol uchun can help my friend. My friend ham bor edi bizning tepadagi so'zlarimizda, help ham bor edi. Keyingisi I can work non-stop. Da and the people can work non-stop degandek, bu yerda I can work non-stop deb to'g'ri oson o'zgartirib olamiz. Keyingisi you can bring a lot of money. My job or your job can bring a lot of money edi. Bu yerda o'sha aytamiz you can bring a lot of money. Siz olib kelishingiz mumkin ko'p pul. Keyingisi my friend can go to a serious job. Mani do'stim seriozniy ishga, jiddiy ishga bora oladi. Da bu yerda nima qilamiz? O'sha go ishlatyapmiz. Umuman boshqa kategoriyadan olib, boshqa so'zimizdan olib, serious umuman boshqa joydan olyapmiz. Da получается job ham boshqa joydan olinyapti, lekin hamma e'tibor bergan bo'lsanglar, hamma so'zlarimiz haligacha o'sha so'zlarimiz bo'lib qolyapti. Da undan keyingi gapimizga e'tibor beramiz. People can work on the road. Odamlar ko'chada ishlashi mumkin. Da odamlar yo'lda ishlashi mumkin. U ham hamma so'zlarimiz boshqa so'zlardan olib qo'yibmiz. Keyingisi useful job can help poor people. Useful ham ko'ryapsizlar. Qatdan o'tganimizni. Keyingisi job da foydali ish yordam berishi mumkin kambag'al odamlarga. Keyingisi mana qarang, eng uzun gapimiz, bemalol mana shu uzun gapni tuzishimiz mumkin. To'g'ri, qaytarilsa maqsadimiz bizani bu so'zlarni ishlatish. Da my friend can bring serious doctors. Mana do'stim seriozniy jiddiy doktorlarni olib kela oladi. To help poor people, yordam berishga kambag'al yoki bechora odamlarga with serious diseases. Da qaysi kimlardagi bor jiddiy kasalliklar. Xuddi shu strategiyani ishlatib, har bitta yangi so'zlaringizni mana shunaqasiga gap bilan birga yodlashingiz kerak. Oling, mana shu 7 ta bilan qilib ko'ring. Xuddi shunaqa boshqa so'zlar qo'ying o'rniga. Bu fe'llarni yodlab oldingizmi? Boshqa 7 ta fe'l oling. Bu otlarni yodlab oldingizmi? Boshqa 7 ta ot oling. Bu sifatlarni yodlab oldingizmi? Boshqa sifat oling. Hammasini bir-biri bilan iloji boricha, har doim ham hammasi to'g'ri kelmaydi. Iloji boricha hammasini aralashtirib ishlatishga boshlashingiz kerak bo'ladi. O'shandagina yodlagan so'zingiz ham esda qolishni boshlaydi. Ham uni to'g'ri ishlatishni bilasiz, ham gap tuzyapsiz. Qanchalik ko'p bunaqa gap tuzish, yozma darajada tuzyapsizmi? Bo'ldi, u narsani o'sha gapira olishingiz ham kerak. Hamma hozir qiziqib o'tgan narsa qahramoniki qanaqa qilib dars o'tadi. Va shuning uchun ham hozir ingliz tilini noldan boshlab o'rgatishni boshladim. Imенно noldan o'rganayotgan bo'lsanglar, men misol uchun hozir bitta strategiyani 6 minutda sizga tushuntirib berdim, lekin men sizga to'liq 2 soatlik dars o'tsam, qaysi darajada o'taman? Hamma yozib yotibdi. Dars o'ting, dars ko'rsatib bering, bitta dars o'tib bering deb. Mana webinarimda sizlarga tekin imkoniyat bo'ladi. 2 soatdan 2 kun webinar davom etadi. O'sha yerda siz bemalol sifatini ham, qanaqa dars o'tishini, qahramoniki nima sizga o'rgatib bera olishini, qanaqa qilib bitta darajani beginnerni 1 oyda tugatishingiz mumkinligi haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. U webinarni o'tkazib yubormaslik uchun обязательно pastdagi ссылка bo'yicha yopiq Telegram kanaliga podpiska qilishingiz kerak.